Assalomu alaykum, tumanimiz aholisi va mehmonlari. Davlat rahbarining 2026-yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbir to'g'risidagi PQ 1-sonli qaroriga asosan 2026-yilda har bir mahallada huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish ustuvor vazifa etib belgilandi. Asosiy e'tibor jinoyatlarni profilaktika qilishga qaratilib, buning uchun tumandagi barcha mas'ul idora va muassasalar, fuqarolarning o'zini boshqarish organlari, boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, shuningdek keng jamoatchilik vakillari jalb qilingan. Jinoyatlar uchun jazo muqarrarligini ta'minlash qanchalik muhim bo'lsa, ularni keltirib chiqaradigan sabab va omillarni bartaraf qilish, tumanning har bir ko'chasida, bozorida, jamoat joylarida xavfsiz muhit yaratish choralari ko'rilmoqda. Biroq tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ayrim turdagi jinoyatlar sodir etilmoqda. Xususan, joriy yilning mart oyida jami 22 ta jinoyatlar qayd etilgan. Shundan 6 tasi yoki 27.12% oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni tashkil qilib, tumandagi krimdagi vaziyatga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning asosiy salmog'i, ya'ni 50% o'g'irlik jinoyatlari, shuningdek 16.16% dani oilaviy maishiy zo'ravonlik, o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish va o'limsiz yo'l transport hodisalarini tashkil qilyapti. Yuqoridagi jinoyatlarni oldini olishda fuqarolar tomonidan mulklariga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishlari, buning uchun uylari va yashash xonadonlarini qarovsiz va ochiq holatda qoldirmasliklari, video kuzatuv kameralari o'rnatishlari, qo'riqlovga olishlari lozimligi, mol-mulklarni qonuniy tartibda rasmiylashtirilgan holatda savdo qilishlari, axborot texnologiyalaridan xususan internet ijtimoiy tarmoqdan foydalanishda firibgarlarga aldanib qolmasliklari, shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlarni hamda plastik kartalar raqamlarini begona shaxslardan sir saqlashlari va avtotransport vositalarini boshqarishda yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilishlari, oilaviy va boshqa masalalarda kelishmovchiliklarni mahalliy tilligi vakillari orqali tinch yo'l bilan hal qilishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Hurmatli qo'shtepaliklar, jinoyatchilikka qarshi kurashishda ko'mak va hamkorlikda jinoyatlarni har qanday ko'rinishga chek qo'yishga, jinoyatga qo'l urgan shaxslarga nisbatan jazoning muqarrarligini ta'minlanishiga shaxsan kafolat beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.